أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Urush haram qilingan ay, urush haram qilingan ayga tengdir. Yani iman etqanlar. Sizlarning urush haram qilingan aylarda mushriklar bilan urush qilishinglar, ularning urush qilish haram qilingan ayda sizlarga urush ochqanligining jazosidir. Hurmati saqlanishga tegishli narsalar bir-biri bilan tengdir. Yani hurmati saqlanishga tegishli narsalarni va joylarni dafsanda qilganlar qilmishining o'qishi bilan jazolandi. Kim sizlarga qanchalik qilgan bo'lsa, sizlarmi uningga shunchalik qilinglar. Allah'tan qo'rqinglar. Bilinglarki, Allah taqvodorlar bilan birlidir. Allah yo'lida pul mol sarf qilinglar. Bexillik qilib o'zinglarni halokatga tashlamanglar. Allohga itoat qilishni va pul mol sarf qilishni voyaga yetkazib qilinglar. Chunki Allah voyaga yetkazib ish qilguvchilarni yaxshi ko'radi. Haj bilan umrini Allah uchun to'liq o'rindanglar. Agar to'sqinlikqa uchrasanglar, qurbonlikqa yaraydigan chorvalardan nimani topalasanglar, shuni qurbonlik qilinglar. Qurbonlik qiladigan mol belgilangan joyga yetmaguncha chechinglarni tushirmanglar. Sizlardan kimki kasal yoki beshida illat bo'lib, ikramda turib chechini tushirishga muhtoj bo'lib qolsa, 3 kun roza tutish yoki 6 miskinga har biriga yarım soatdan sadaqa berish yoki biror mol qurbonlik qilish bilan fidya ado qilsin. Amillikda bo'lgan chig'inglarda aranglardan umri qilgandan keyin haj qilishdan bahramand bo'lgan odam qurbonlikdan nima o'ng'ay bo'lsa shuni qilsin. Qurbonlik topolmagan odam haj jarayonida 3 kun, hajdan qaytgandan keyin 7 kun roza tutsin. Bu to'liq 10 kun bo'ladi. Mana bu hukm Masjidi Haram doirasida Makkada o'ltirishlik bo'lmagan kishilar uchundir. Allohdan qo'rqinglar. Bilinglarki, Allohning azobi bakmi qattiqdir. Bu oyatda tilga ilingan sa qadimgi o'lchaklardan bo'lib, bir sa taxminan 2 kilo 500 gramga tengdir. Haj vaqti ma'lum bir qancha oydir. Ya'ni Shavval, Zulqa'da oylari va Zulhajjining dastlabki 10 kunidir. Bu oylarda haj qilishni niyat qilib ikrom bog'lagan odamning jinsiy munosabat o'tkazishi, gunoh qilishi va jadal majra qilishi man'iy qilindi. Sizlar qandoqli bir yaxshi amalni qilsanglar, Allah uni bilib turadi. Haj safaringlarga yetgudak uzuqliq elib elinglar. Shaksizki eng yaxshi uzuqliq taqvolikdir. Aql egilari, mendan qo'rqinglar. Rabbinglardan haj mezgilida tijorat va boshqa ishlar orqali rizq talab qilsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Arafatdan qaytgan chig'inglarda Mash'aril Haramda, Muzdalifada Allohni yod etinglar. Allah sizlarni hidoyat qilganligi uchun uni yod etinglar. Shaksizki, buningdan ilgari sizlar ozg'unlardan edinglar. Ondan keyin sizlar kishilar qaytgan joy Arafatdan qaytinglar. Ado qilib bo'lgandan keyin Allohni ota-bobonglarni yod etgandek yoki uningdanmi ortiq yod etinglar. Ba'zi kishilar: "Ey Rabbimiz, bizga nasibimizni bu dunyoda bergin" deydi. Mundaq odamga oxiratda mukofotdan hech nasibi yo'qdir. Ba'zi kishilar: "Ey Rabbimiz, bizga dunyoda yaxshilik ato qilgin, oxiratdami yaxshilik ato qilgin, bizni do'zax azobidan saqlag'in" deydi. Ana shular o'zlari qilgan amallarining mo'l mevasini ko'radi. Allohning hisob elishi tezdir. Sanoqli kunlarda, ya'ni tashrih kunlarida har namozning oxirida takbir aytib Allohni yod etinglar. Minada Qurban hayit kunidan keyin 2 kun turib aldirab qaytgan odamga hech gunoh bo'lmaydi. Ta'xir qilib qaytgan odamga mo gunoh bo'lmaydi. Bu taqvodorlik qilguvchilar uchundir. Allohdan qo'rqinglar. Bilinglarki, sizlar uning dargohiga yig'ilasizlar. Ey payg'ambar,
İnsanlar arasida shundaq munofiq odam borki, uning dunyo tirikchiligi to'g'risidagi so'zi seni qiziqtiradi. U sana va mu'minlarga ashaddiy dushman turib, dilidagi narsaga Allohni guvoh qiladi. U huzuringdan qaytgandan keyin yer yuzida buzg'unchilik qilish uchun ziroatlarni va hayvonlarni halok qilish uchun tirishidi. Allah buzg'unchilikni yoqtirmaydi. Uningga Allohdan qo'rqqin deyilgan hamon takabburlikqa tutib gunohga patidi. Bundaq odamga do'zax yetarlikdir. Do'zax bakmi yomon joydir. Ba'zi kishilar borki, ular Allohning roziligiga erishish uchun jinini pido qiladi. Allah bandalariga nihoyat kuyimchandir. Ey iymon etganlar, islomga butunlay kiringlar. Shaytonning yo'llariga agashmanglar. Chunki shayton sizlarga o'p-uchuq dushmandir. Sizlarga haqiqatning o'p-uchuq dalillari kelgandan keyin to'g'ri yo'ldan teyib ketsanglar, bilinglarki, Allah haqiqatan g'olibdir. Sizlarni jazolashdan ojiz kelmaydi. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ular, ya'ni islom dinini qabul qilmaganlar, faqat Allohning qiyomat kuni insonlar orasida hukm chiqarish uchun bulutlarning soyasi ichida kelishini, farishtalarning kelishini va hukm chiqarilib ishning bitishini kutadi. Hamma ish Allohga qaytariladi. Ey payg'ambar, Isroil avlodidan so'rag'inki, biz ularga naqadar ko'p ro'shan dalillarni ato qildik. Kimki Allohning bu ne'matiga erishgandan keyin uni o'zgartirib etadigan, bilsunki Allohning azobi haqiqatan qattiqdir. Kafirlarga dunyo hayoti chiroyli ko'rsatildi. Shunga ular iymon etganlarni masxara qiladi. Halbuki qiyomat kuni taqvodorlar ulardan ustun turadi. Allah xohlagan kishiga hisobsiz rizq beradi. İnsanlar bir dinde idi. Keyin ularning ba'zisi iymon etib, ba'zisi kafir bo'lib ixtiloflashdi. Allah payg'ambarlarni mu'minlarga jannat bilan xush xabar berguchi, kafirlarni do'zaxdan ogohlantirguchi qilib avatdi. Allah insonlarning ixtilof qilishgan narsalari ustida hukm chiqarish uchun u payg'ambarlar bilan birga haq yo'lni ko'rsatguchi kitobni nozil qildi. Faqat kitob berilganlar, ya'ni yahudiylarla o'zlariga haqiqatning o'p-uchuq dalillari kelgandan keyin o'zaro hasad qilishib, kitob to'g'risida ixtilof qilishdi. Ondan Allah iymon etganlarni o'z irodasi bo'yicha u yahudiylar birlik kelolmagan haqiqatga hidoyat qildi. Allah xohlagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. Ey iymon etganlar, sizlar texi ilgirki mu'minlarning beshiga kelgan kulfatlar sizlarningmi beshinglarga kelmay turib jannatga kirishni o'ylamsizlar? Ularning beshiga shunda qattiq yo'qsulluq va og'riq siloh kelgan va shunda sarosimaga tushirilganki, hatto payg'ambar bilan mu'minlar Allohning yordami qachonmi kelar deb ketgan edi. Bilinglarki, Allohning yordami haqiqatan yaqindir. Ey payg'ambar, ular sendan qandoq narsani kimga sarf qilsa bo'ladiganligini so'raydi. Aytqinki, mol-mulkinglardan qandoq narsani sarf qilsanglar, uni ota-onanglarga, yaqin tuqqanlaringlarga, yetimlarga, yo'qsullarga va yo'l xirojati uzilib qolgan musofirlarga sarf qilsanglar bo'ladi. Sizlar qandoqli yaxshilikdan nimani qilsanglar, Allah uni albatta bilib turadi. Ey iymon etganlar, inson tabiatining taqozosi bilan sizlar yoqtirmasanglarmi, urush qilish sizlarga farz qilindi. Sizlar o'zinglar uchun foydali bo'lgan narsani yoqtirmay qilishinglar, o'zinglar uchun ziyonli bo'lgan narsani yoqtirib qilishinglar mumkin. Sizlarga nimaning foydali ekanligini Allah obdan biladi. Sizlar bilmaysizlar. Ey payg'ambar, ular sendan urush harom qilingan oyda urush qilishga bo'lamdi deb so'rashidi. Aytqinki, bu oyda urush qilish cho'ng gunohdir. Ammo kishilarni Allohning yo'lidan to'sish, Allohga kufrlik qilish, Masjidi Haramdan to'sish va Masjidi Haram aholisini haydab chiqarish
Allah'ның dərgahida texamı çoğ günahdır. Fitne, yani küfrüde çiң turuş ve müminlerge ziyankeşlik qilish, adam öldürüşdün mü iğir günahdır. Ular qo'lidan kelsila, sizlarni dininglardan qaytirib etganga qadar sizlar bilan davomliq urush qilib turadi. Sizlardan kimki o'z dinidan yenib kafir beti o'lsa, uning barliq yaxshi amallari dunyo va oxiratda bekor bo'lib ketadi. Bundaq odamlar do'zax ahlidir va do'zaxda mangu qolg'uvchilardir. Shubhisizki iymon etganlar, hijrat qilganlar va Alloh yo'lida jihad qilganlar ana shundoq kishilar Allohning rahmatini umid qiladi. Allah nihoyat mag'firat qilg'uchidir, nihoyat mehribondir.